Mana shu obyektimizni o'zi bitirish jarayonidamiz, Xudo xohlasa. Bu yerda podключение ishlarida led qo'yish, rezga включатель qo'yish ishlarida kelolmadim. Boshqa obyektda edim. Bu yerda shogirdim led включателlarini qo'ygan. Hozir men kelib shitlarini terib, svetlarni yoqishga tayyorlayman. Hop, ko'rishingiz mumkin, mana ledlar o'rnatilgan. Rezga включателlar qo'yilgan. Shogirdim yaxshi ishlaydigan. Hop, kameralar qo'ygan, xudo xohlasa ertaga kameralarni ustanovkasini qilamiz. Mana bu yerda. Hop. Birinchi hamma xona ishlari bitgan. Kamchiliksiz shitlarni terib taxladim. Mallarga ajjalga bitgan. Hozir santexnik rakvinalarni ustanovka qilib, fankollerlarni ustanovka qilyapti. Biz ham xudo xohlasa fankollerlarni ulab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana qanaqa obyektda edi, qanaqa holatga keldi. Ko'rishingiz mumkin. Har bir kerak bo'ladigan narsa uchun rezga включатель qoldirilgan. Hammasi joy-joyida. Hali podключение berganimiz yo'q. Ledlarimiz mana. Hali podключение ishlarini o'tkazganimiz yo'q. Hop, shitimiz. Kabelga e'tibor bermaysizlar. Sakkizta gruppamiz, ikkita shitimiz bor bu tomonda, o'shanga ketgani. 4ta bitta tomga chiqqan, cherdagina ichida gruppa bor va ikkitasi ham mayda gruppa bo'lib chiqqan. Ikkita paneldan kelish. Mana bu 8ta gruppaning glavniy avtomati va 3 faza invertor uchun va glavniy avtomat. Bitta nodovая shina, bitta zazilmaylar uchun shina. Shogird ham ishlariga baho berib ketasizlar. Ledlarni ustanovka qilishiga. Taniq. Mayashka o'rnatadi. Hamma joyda ledlar zo'r o'rnatilgan. Rezga включателlar hamma to'ppa-to'g'ri. Cho'kka ustanovka qilingan. Endi ertadan xudo xohlasa soluvchi panel ustanovkalarini boshlaymiz, kameralarni ustanovka qilamiz va podключение berib, svetlar olaymiz va yoqib xudo xohlasa kadrlarini qo'yib boramiz. Rahmat sizlarga.